Fast fooddan ham zararli milliy taomlar haqida bugun sizlar bilan gaplashamiz. Ko'pincha insonlar ozish jarayonida fast foodlardan voz kechadi va milliy taomlarni ko'p iste'mol qilishadi. Lekin aslida milliy taomlarimizda ham juda ham ko'p yashirin kilokaloriyalar va ortiqcha yog'lar ko'p. Masalan, bu manti, qozon ko'voq, yana qanaqa ovqatlar bor? Chuchvara, somsalarni biz juda ham yaxshi ko'ramiz, to'g'rimi? Lekin to'g'ri, bundan voz kechish kerak emas. Lekin fast food bilan farqi shundaki, biz milliy taomlarni uyda tayyorlaymiz. Uyda tayyorlaganimizda bitta kosaga to'ymaymiz, ketidan yana yegimiz keladi. Obedda tayyorlagan bo'lsangiz, kechqurun yana qaytib yeyaverasiz. Fast foodlarni esa biz bitta gamburger yegandan keyin qaytib ikkinchi gamburgerni tabiiyki yeyolmasligimiz mumkin. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Albatta, fast foodda ham ortiqcha kilokaloriyalar bor. Bu degani fast foodda faqat har kuni yeyish kerak degani emas. Har ikkisini ham tanlayotganimizda biz me'yorda ovqatlanishni o'rganishimiz kerak. Ozish jarayonida hamma mahsulotlardan voz kechish keragi yo'q. Hamma narsani me'yorda ovqatlanish tartibini o'rganishimiz kerak. Agar sizga shunday ma'lumotlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, meni sahifamga obuna bo'ling va shunga o'xshash ma'lumotlarga ega bo'lasiz.